Xola, qaysi brigadada ishlagansiz? Menmi? Ha. O'sha Nazira Qaharovada ishlaganman-da. Ha. Nechta bolaga qaragansiz endi bu vaqtda? 40 ta 50 ta bolani shiypon orqasida ustun bo'lardi bunaqa. Bunday belinchak tortib qo'yardi. Qo'tar belinchak. Ana shu belinchakni teriyotib, qonini to'plab bolalarga qaraganman. Bolalar necha yoshdan keladi endi bog'chaga? Bolalar o'shani bunday bo'ynini tutgandan keyin dalaga chiqqanda. Onasi nima qiladi, onasi? Kimi? Onalari nima qilgan, ish qilgan deyman, sizga bog'chaga berib, dalaga chiqib ketganmi? O'sha g'o'zani ichida chiqqanda. G'o'zani cho'g'gan, paxta tergan. Aha. Hozirgi onalarga mazza ekanda bo'lmasam hozir. Hozir o'sh yo'q. Yoshlarga ertakka o'xshaydi, ishonmaydi ko'p. Ertak u vujudda ichidan so'qib olyapti deydi.